Go'zallarim, sizlarga zo'r yangiliklarim mana yana keldi. 50 grammli sipochkalarimiz, qaranglar qanaqa chiroyli ishlangan. Tillosiga birga bir chiqqan. Xuddi tillo oldim deb bemalol taqsalaring arziydigan mana ikkitadan pechatlari aniq urilgan, zamoklari ham, ishlanishlari ham tekis bittalab zargarimiz qo'llarida terib chiqadi buni. Qanaqadir firmani yo Xitoyda oddiy bijuteriyalardan million barobar ishi qiyin va o'ta tiniq sifatli zargar ishlari наличиеda. Mana hozir keldi. Lekin уже bugun bular yarmidan ko'pi sotilgan klientlarimizga dastavka qilib beraman. Mana bu qaranglar 80 sm 30 grammli sipochkamiz zakazga chiqdi. Bitta opamiz zakaz qilishgandi. 30 grammli uzun qilib bering. Uzungina bo'lsin deyishgandi. Qaranglar, buni ko'pchilik telefon qilib tillomi, kreditga berasizlarmi deb telefon qilishyapti. Shu darajada tilloga o'xshaganligi uchun hech kim farqlay olmaydi. Hattoki real qo'llaringga olib ko'rsalaring ham bilasizlar. Keyin juda ham ko'pchilik zakaz qilgan mana o'sha 70 santimetrli переход sipochkalarimiz, chekkasi ingichka, o'rtasi qalin переход sipochkalarimiz keldi. Bular ham ko'pchilik zakaz qilganligi uchun mana zargarimiz shunaqa chiroyli yasab jo'natishdi. 70 santimetr uzunligida. Bunga kulonni umuman keragi yo'q. Chunki o'zi o'rtasi qalin kardinal переход. Kanalimizga obuna bo'lib, yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kuzatib boring. Albatta yurakchani qizartirib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.